Ma'noni aytayotgan paytingizda subhanakallohumma bihamdik deb u bo'lmaydi u. Tushuning, subhanakallohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Bu namoz bo'ladi. Subhanakallohumma bihamdik tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. U nima u? Nimaga bunday o'qiymiz? Ma'nosini bilmaymiz. Bugungi kunda unday qila olmaysiz, chunki ma'nosini bilyapsiz va bilasiz. Bilganingizdan keyin tushuning buni. Qarang, ma'nosini qarang. Subhanakallohumma. Allohim, men seni butun nuqsoniyatdan, noqislikdan, butun kamchilikdan seni poklayman deyapti. Demak, deyapsiz subhanakallohumma deganingizda biling, Allohim, men seni butun naqs ayblardan, butun kamchilik xatolardan men seni poklayman deyapsiz. Allohni shu so'z bilan poklayapsiz. Siz poklayapsiz. O'zi pokdir, ammo siz shuni e'tirof qilib aytayapsiz. Keyin davomida va bihamdik va senga hamdlar aytaman. Allohim, seni ayb va nuqsonlardan poklayman va senga hamd aytaman deyapsiz. Buning o'zini siz his qilyapsizmi? Allohga siz shunaqa deyapsiz. Alloh sizning so'zingizni eshityapti. Alloh sizning so'zingizni eshityaptiki, siz banda o'laroq subhanakallohumma. Allohim, men seni butun ayb nuqsonlardan, xato kamchiliklardan men seni poklayman deyapsiz. Robbingizga aytayapsiz. Robbingiz sizni eshityapti. Va bihamdik va senga hamdlar aytaman. Va tabarakasmuk, seni isming ulug' bo'ldi. Sening isming ulug'dir. Va tabarakasmuk, sening isming muborak. Qarang, va tabarakasmuk deganda ma'nosi nima ekan? Sening isming muborakdir. Allohni shu so'zlar bilan maqtashlik bir banda qalbidan maqtasa, Alloh undan qabul qilmaydimi? Qalbingizdan shu so'zlarni aytsangiz, Alloh sizni qabul qiladi. Va tabarakasmukning ma'nosi seni isming muborak va sha'ning ulug'dir. Va ta'ala jaddukning ma'nosi shunday bo'ladi. Va ta'ala jadduk va nima? Sha'ning ulug'dir. Va la ilaha g'ayruk. Nima deydi? Sendan o'zga iloh yo'q. Bundan go'zal maqtov bir bandadan bo'ladimi? Bundan go'zal maqtov yo'q Allohning haqqida. Allohni mana shu so'z bilan maqtayotganligingizni quruq aytib qo'ymang. Biling, Allohni siz banda o'laroq e'tirof qilib, Allohingizni mana shu so'zlar bilan maqtayapsiz. Illoki Alloh sizdan shu so'zlarni qalban aytsangiz nima qiladi? Qabul aylaydi. Inshaalloh taala qabul aylaydi.